Bolalar xodimlar, ko'ruvmidinglar yaqinda Jasur video qo'ydi. Mangu ligasini keyingi turnirda qayerda bo'ladi deb. Hamma viloyatda yozib chiqdinglar, gap yo'q, podдержка qildinglar. Lekin qaranglar biz qayerdamiz. Biz Dubayga keldik. Ash moshni komandani Jasur o'zi bilan olib keldi. Jasur nima bo'pti? Assalomu alaykum hammaga. Aytdim, Mangu ligasi международный уровеньga chiqadi. Xudo xolasa, biz Dubayga keldik. Maqsadimiz katta. Ligani o'zimizning shaxsiy Mangu ligamizni ko'tarish maqsadida. Xudo xolasa kalendarniy planga Dubayga qo'shamiz. Albatta hammaga qiziq bo'ladigan umiddaman. Dubayda o'zimizning yorqin bayislarimiz bor, ukalarimiz, sportchilarimiz bor. Birlashib UFC'dagi turnir o'tkazamiz. Xudo xolasa. Bolalar qaranglar. Birinchi turnirning o'zida rekordlarni urdi, Xumoni to'ldiruvdi. Hech qachon uncha odam kelmagan edi Xumoga. Mana shunaqa urovenda o'tdi. Endi ikkinchisini qaranglar, sразу уже Dubay. Bu hali chistosi aniq emas, balki bu ikkinchisi emas, balki uchinchi yoki to'rtinchisi bo'lib qolar. Lekin Dubayda bo'lsa, Jasur bormi, yaxshi bo'ylab bu yoqqa qo'ysa bo'ladigan? Zo'rlarini qo'yamiz. Eng zo'rlarini, yaxshilarini, o'zimizning bayasda juda ko'p nomdorlar bor. O'sha qolib kelib, shu yerda urishtiramiz. Nafaqat o'zbek sportchilar, qolgan millatdosh yaqin qo'shni davlatdagilarni ham, Osiyolik sportchilarni ham qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa, yaxshi kart tuzamiz bu yerga, bomba kart. Xudo xolasa. Qo'y urishsanmi sen? Главный bo'l. Главный bo'l. Poyezd ot, uch stras kelishimdan poyezd ot. Gaz kuz. Bolalar, sizlar yana qaysi bo'yiga ko'rish xohlardinglar mana shu Dubaydagi turnirda? Kommentariyada yozinglar, podдержка qilib turamiz. Bizlar полный Manguni komandasi shu yerda mana muhokamalar qilindi. U ana yatga mana серьезный aka ekan, o'sha odam quvurlarga men turibman deyaptilar. Like, comment, mashallah yozib ishdan chiqmasin, biz yurishda davom etamiz.